Assalomu alaykum, hurmatli bizni kuzatuvchilar, arab tilini o'rganuvchi, arab tilini ishqibozlari, arab tili ixlosmandlari. Biz oldingi videolarda arab tilini noldan boshlab yangi bir darslik olayotganligimiz haqida aytgandik va uni izohlarida qachon boshlanishligi, nimalar o'rgatilishligi haqida savollar bo'lgan. Ana shu savollarga javob berish maqsadida yana bir video tayyorlayapmiz. Bu darslikda arab tilini noldan boshlab o'rganamiz deb aytgandik. Xuddi ana shu tartibda bo'ladi. Ya'ni har bitta harfni boshidan boshlab, arab alifbosini noldan boshlab, har bitta harfni qanday yozilishi, uning nomi nima ekanligi, ko'rinishlari, boshqa harflar bilan ulab yozilganda qanday bo'lishi, ya'ni 4 ko'rinishli harflar, 2 ko'rinishli harflar va ana shu harflarni hammasini yozilishi va ularni o'qilishlarini, oddiy o'qilishini o'rganib, shu tartibda bo'ladi va bu birinchi bosqichi bo'ladi. Ya'ni arab alifbosi bosqichi. Ya'ni alifboni o'rganib, uni bir-biriga qo'shib o'qiy olish. Ya'ni bizning tilimiz bilan aytganda urishtirib o'qish deb qo'yamiz-ku. Ana shunday qilib so'z harflarni bir-biriga urishtirib o'qishni o'rganamiz. Hop, undan keyingi bosqichda talaffuz bosqichi bo'ladi. Har bitta harfni o'zining maxraji va sifatlari bor, buni bilasizlar. Ana shu maxraj va sifatlarini yana ham yaxshiroq, oldingidan ko'ra yana ham mukammalroq tarzda, ya'ni video darsliklar orqali, ya'ni o'sha maxrajlarini qanday holatda ishlashligini ko'rsatgan holatda tushuntirib berishga harakat qilamiz va ana shu tushunchalarni olib siz talaffuzingizni yaxshilash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Ya'ni sizda agar hozir mana bizni kuzatayotganlar orasida harflarni biladiganlar ko'pchiligini tashkil qilishligi mumkin va bilaman ko'pchiliklarni ham muammolar harflarni talaffuzida. Ya'ni ayniqsa ayn harfini talaffuzida, dod harfining talaffuzi, ha va boshqa ha, xolar bor, to, vo harflari. Umuman olganda harflarni aksariyat qismida sizlarda talaffuzni chiroyli qilishlikda muammo bor. Ulardan eng mashhuri endi shu ayn tovushi, ayn harfi. Shu ayn harfini talaffuzini yaxshilayman deb turib, siz harakat qilyapsiz, har kuni mashqlar qilyapsiz, o'zingiz ustingizda ishlayapsiz, lekin qandaydir o'zingizda o'zgarish sezmayapsiz. Ana shu nega shu o'zgarishlar bo'lmayotganligi sabablarini bir o'rganamiz va ana shu haqida doimiy bir darslik o'laroq ana shuni siz o'zingizdagi bo'layotgan muammoni nima qilsam yaxshi bo'ladi degan savollarga javob olasiz. Xudo xolasa ana shu savollarga javob berishga harakat qilamiz. Va shu bilan birgalikda bu talaffuz darsidan keyin o'qish qoidalari video darsliklarini hozir rejasini tuzyapmiz va undan keyin boshlang'ich grammatika va so'zlashuv haqida videolar olishlikni reja qilyapmiz va xudo xolasa ana shu video darsliklarda ham sizlarga foydali bo'ladigan videolarni tayyorlaymiz va sizlarga taqdim qilamiz. Ya'ni bizning maqsadimiz arab tilini o'rgatishlik, sizning maqsadingiz arab tilini o'rganishlik va ana shu arab tilini o'rganishlikda biz sizga xizmat qilsak va ana shu arab tilini zo'r o'rganib kelajakda bir katta olim bo'lib yetishsangiz, bir ulug' insonlardan bo'lsangiz, zamonamizda bir eng ilmli, fikrli bir mutafakkirlardan bo'lib yetishsangiz, biz bundan juda ham xursand bo'lamiz. Yoki ana shunday insonlarning yetishishligiga sababchi bo'ladigan bo'lsangiz, biz eng katta maqsadimizga erishgan bo'lamiz. Ya'ni bu hozir balandparvoz gaplarga o'xshab tuyulishligi mumkin, lekin ana shu ishda biz ham o'z hissamizni qo'shsak, shunga harakat qiladigan bo'lsak, birgalashib mehnat qilishlik kerak. Biz sizga xizmat qilamiz. Siz o'zingiz ilmingiz ustingizda ishlaysiz va shunda inshaalloh natija bo'ladi.